Hatto shunaqa bo'lgan, uyimgacha kelishgan odamlar. Uyimga kelib, qaynonam erimga sizni keliningiz yozayotgan maqolalar qaysidir oilalarni buzishiga sabab bo'ladi. Siz mani hozir huquqimni yoki mani ayol sifatida kamsityapsiz. Как бы mani ham teng huquqim bor. Deyishgacha qo'ymadi-da shu narsani gapirishimga. Ketvordi. Mundoq keladi-da, uy joyiga qaraydi. Uy joyingiz yaxshi ekan, eringiz boqar ekan. Endi bo'p turadi oilada deydi. O'zini ayblab ketadi. Sizni qizingizga mendagi ulug' qaynisingil uchrasa qanaqa xohlarmidingiz desam, qiz bo'lsa boshqa narsa. Kelin bo'lgan qaynona bo'lgandan keyin hukmronlikni qo'liga oladi va hukmronlik kimga nisbatan o'tkaza oladi? Albatta o'zini farzandiga, keliniga. Feminizmni boshqacha tushunishar ekan. Feminizmni erkak kishisiz hayot yoki erkak kishiga qarshilik, turmush qurmaslik. Bormi? Bo'ldi. Yaxshi o'tirib oldingizmi? Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Men sizni o'xshatdim. Men bunaqa narsalarni tushunmayman. Bo'pti. Hammaga salom. Biz qaytdik, biz yana boshladik va bugun bizda mehmon. Mehmonimiz juda ham seryozni mavzularda gaplashadigan mehmonlardan biri. Jiddiy. Siz gapirib turing-da endi bir-bir. Jiddiy mavzularda. Albatta jiddiy mavzu bu gender tenglik mavzusi. Kamol Aliyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Yurist, pedagog hamda gender tenglik bo'yicha ekspert. Sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bu ikkinchi, menimcha bizni jiddiy mavzuga qo'l urgan mavzularimizdan biri. Taftologiya bo'lib ketdi bu yog'i. Biz o'sha hali ham Nigidaxon, Shahloxon ehtiyot bo'ling hali. Xush kelibsiz. Rahmat. Xushvaqt bo'linglar. Taklif uchun rahmat. Ko'rganimdan xursandman sizlarni. Biz ham juda ham xursandmiz. Tanishganimizdan xursandmiz. Ha. Chunki bizda juda ham ko'p nima deydi savollar yig'ilib qolgan. Faqat savollar umuman bizani podkastda hech qanaqa chegara yo'q. Biz nima desam bo'ladi, eng avvalo shu kelgan mehmonlarimizni bir o'zgacha qirrasini ochib berib, ular bilan tanishishga harakat qilamiz va albatta hozirgi kunda nima deydi, bir global mavzu bo'lgan bu nima deydi, gender tenglik mavzusi juda ham menimcha bugungi kunda rivojlangan mavzulardan biri va juda ham sizda keyslaringiz juda ham ko'p va har kuni siz menimcha qiynalgan ayollardan xat hujjatlar olib, ularni nima deydi, muammolarini yechib, sizga lekin qoyil. Sizga kuch-quvvat bersin, chunki biz Kamola bilan ishlaganmiz. Nemalchi.uz anaqa loyihasi bo'yicha shu Nemalchiga kelib nima deydi, keladigan xatlar bo'yicha biz kichkina sahna ko'rinishi, ya'ni kichkina emas, bu bir spektakl, mini spektakl qo'yganmiz qizlar bilan. Shu 2 hafta davomida biz repetitsiya qilgan bo'lsak, ichki dunyoyimiz va psixikamiz umuman bir 360 gradusga o'zgargan. Shuning uchun men juda ham ko'p gapirdim. Kamol opa, siz ham anaqa nima deb bo'lsangiz juda ham zo'r bo'lardi. Rahmat Nigina. Birinchidan o'sha spektakl uchun rahmat aytaman. Butun jamoaga juda ham ta'sirlanib, yig'lab chiqib ketganman. Ko'zlarim ishib chiqib ketganman. Keyingi uchrashuvimizda ham ancha gapirishga qiynalganman, chunki emotsiyalar kelavergan. Chunki juda ham odamni ichigacha ta'sir qiladigan spektakl bo'lgan. Men o'ylayman, agar bu ilhomda qo'yilsa, agar yoki bir videoga olingan ko'rinishda chiqadigan bo'lsa, ko'p buni juda ham katta auditoriya ko'rish kerak deb o'ylayman. Shunda balki o'zbek jamiyatida, faqat o'zbek jamiyatida, butun dunyoda ayollarni hayotidagi nima desam ekan, to'qnash keladigan muammolarga qanaqadir bir oyna bo'ladi-da. Ya'ni juda ham ko'p qirrali ko'rsatilgan. Shuning uchun sizlarga bu uchun alohida rahmat aytaman va taklif uchun ham rahmat. Har xil podkastlarda chiqaman va ko'pincha bu podkastlar nima desam ekan, qanaqadir yo'nalishi asosan shu gender tengligi, ayollar huquqlari, qonunchilik va hokazo, ya'ni shunaqa mavzuda bo'ladi va jiddiy mavzularda biz gaplashamiz. Kamdan kam
Erkin podkastga boraman. Erkin podkastni kamdan kam, lekin kelishni xohladim. Chunki mani ko'pchilik qanaqadir robot deb o'ylaydi. Unaqa emas. Men ham odamman deydi-ku. Shuning uchun savollarga tayyorman. Qanaqa mavzuda nima haqida gapirish kerak bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Meni ham aytadigan gapim ko'p. Albatta. Lekin birinchilardan eshitdik. Bizada savollar ko'p, shaxsan menda. Birinchi beradigan savolim bu yo'nalishga endi sohangiz bo'yicha kelgansiz, lekin aynan shu kurashga qachondan kirdingiz, nimaga kirdingiz, bilib kirganmisiz, misol uchun. Chunki men bilaman, jamiyatda agar kasallik bo'lmasa, unga davoga nima deydi, so'rov bo'lmaydi-da. Aytmoqchiman, что kasallik bo'lgandan keyingina vaksina to'g'risida o'ylashni boshlashadi. Demak, bizda shu kasallik mavjud. Shu sababli hop shu tarix bo'yicha aytib bersangiz, o'zingiz haqingizda qanaqa qilib keldingiz? Chin dildan savolim nimaga? Chunki oson bo'lmagan yo'nalishga kirgansiz. Rahmat savol uchun. Menga ko'p bu savol berishadi. Nimaga o'zi bu mavzuni tanlagansiz? Hayotdan xafamisiz? Eringiz uradimi? Yoki yana nima, ajrashganmisiz, yo bolangiz, yo baxtsizmisiz? Xullas, nima sababdi? Men birinchi beradigan javobim, men o'zbek jamiyatida ayol bo'lib tug'ilganim uchun shu mavzuni tanlaganman deb aytaman. Birinchisi, ikkinchisi 2018-yillarda esimda mana shu birinchi qonun qabul qilinish muhokamasi boshlangan. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar to'g'risidagi qonun va bu qonun qabul qilingungacha har xil guruhlarda muhokama bo'lgan, xususan o'sha pedagoglarning ichida ham bizga treninglar o'tilgan shu mavzuda va o'shanda meni ichim yonishni boshlagan. Ya'ni shu qonunni muhokama qilish jarayonida ichim yonish, bu hali ilmiy ish qilmayotgan edim u paytda. Va har doim chiqib shu qonun haqida gapiradigan bo'lsam, yonib gapirardim-da. Ko'pchilik menga juda ham emotsionalni tushuntirasan, juda ham emotsiyalar bilan gapirasan deb aytishardi. Men aytardim, chunki bu mavzu meni ich-ichimga ta'sir qiladi. Ko'p narsani rus tilida so'z bor, откликается, shunaqa deydi-ku. Mana shunaqa bo'lardi va 2019-yilda bu qonun qabul qilingan va 2019-yil men dekretga chiqib ketganman 3-farzandimga va o'shanda o'tirib uyda qaror qilganmanki, men shu mavzuda ilmiy ish yoqlashim kerak. Ilmiy ish yoqlab, bu mavzuni ichidan o'rganib ko'rishim kerak. Lekin u payt faollik qilish, bir bu haqida kurash boshlash, bir o'zim platformamda bu haqida gapirish degan narsa bo'lmagan. Umuman bunaqa niyat bo'lmagan. Faqat o'rganish bo'lgan, ilmiy ish qilish. Ilmiy ish qilish jarayonida 2 yil davom etgan bo'lsa, karantin bo'lgan, boshqa bo'lgan. O'qib, o'rganib, maqolalar yozib, har xil mavzularda maqolalar yozganimdan keyin ichiga kirganim sari gapiradigan gapim ko'pligi, ya'ni odamlarni nima desamki, xabardorligini oshirishim kerakligi, shu mavzuni ko'pincha ayollarning o'zini ham ko'p mana shu huquqlarni bilmasligi, xususan o'zim yurist bo'la turib ko'p huquqlarimni bilmaganim degan mana shu masalalar o'zimda paydo bo'lish boshlagan va o'zimni o'sha Instagram sahifamda shu bilan birga Twitter hozirgi Xda yozishni boshlaganman. Va yozgan sarim ko'proq o'zimni qarashlarimni bo'ladi, nima deydi, o'zim qarashlarimdagi bo'lgan odamlar atrofimda yig'ilishni boshlagan. Va har xil mana onlayn yig'ilishlarda, uchrashuvlarda nima qilib 2021-yilda Kunuzga birinchi intervyuni berganman. Kunuzga birinchi intervyu o'sha Muhabbat Mamirova degan jurnalist u paytda ishlardi. Bilasizlar, Kunuz o'zbek segmentida juda ham katta auditoriyasi bor va men u yerda oilaviy zo'ravonlik haqida intervyu berganman, 1 soatlik. U intervyuda aytgan gapim, asosiy meni messenjim nima bo'lgan? Oilaviy mana shu zo'ravonlik bu oilaviy masala emas. Bu jinoyat. Shu gapni aytganman, ko'p masalalar. Eng katta heyt ana o'shanda olganman. Hamma platformalarda, u Facebook, Instagram, YouTube, umuman gapirmasa ham bo'ladi. Stranitsalarimni topib, ugrozalar qilib, ovozingni o'chirib yur va hokazo deb ehtiyot bo'lgan, mana shunaqa gaplargacha olganman. Shunda menda reaksiya bo'lgan. Ko'pchilik menga aytgan, "Komoli, hammasi yaxshimi? Nima emasmi? O'qima kommentlarni" deb gapirishgan. Va menda naborot o'jarligim bo'lganiga, demak, ko'proq odamni nima qilish kerak ekan, bu mavzuda ko'proq o'qitish kerak ekan degan shunaqa nima bo'lganda, o'zgarish shu yerda boshlanganda, o'shandan keyin men boshlaganman, bo'ldi, demak, undan ham balandroq gapirishim kerak ekan. Undan ham ko'proq ishlashim kerak ekan deb o'shandan kuchayishni boshlagan va o'sha yili ilmiy ish himoya qilganman. O'zbekistonda gender tengligini ta'minlashning konstitutsiyaviy huquqiy asoslari mavzusida. Ya'ni menda to'laqonli asos bor bu mavzuda gapirishga, chunki meni ilmiy darajam bor.
ilmiy unvon, ilmiy daraja. Bu mavzuni to'liq har taraflama o'rgangan odam sifatida va haligacha izlanib o'rganib kelaman. Bu mavzuni ko'p hamma yoqda gapiraman, hamma darajada gapiraman. Bu media bitta bir 10% qismi desa bo'ladi. Mediadan tashqari katta konferensiyalar bo'ladi, xalqaro darajada yoki qaror qabul qilish darajasida o'tirgan, juda ham katta lavozimda o'tirganlar bilan bitta o'sha muzokaralar stoliga o'tirganda ham gapiraman. Ya'ni doim bu mavzuni gapiraman. Xalqaro darajadagi ekspertlar bilan uchrashuvlarda, ko'p xullas, hamma platformalarda, hamma yoqda gapiraman va faqat gapirmayman. Ilmiy nuqtai nazardan tadqiqotlar o'tkazaman, treninglar o'tkazaman. Treninglar bu ko'proq o'sha sudyalar, jurnalistlarga ham o'tkazaman trening bu mavzuda yoki prokuror, ichki ishlar xodimlari bo'lishi mumkin, xotin-qizlar qo'mitasi xodimlari bo'lishi mumkin. Ya'ni juda ham endi hozir sekin biznesga ham o'tyapman, sekinlik bilan. Ya'ni meni asosiy vazifam bu o'qitish, xabardorlikni oshirish, ilmiy tadqiqot qilish va mediada gapirish, odamlarga yetib borish uchun. Va eng asosiysi aytganimdek, o'sha eng katta manda nima bo'lgan, demak juda kamchilik buni tushunadi, bu mavzuni tushuntirish xohlayman degan mazmunda. Hamma haqiqiy aytadi-ku, до кожи до костей o'qituvchi bo'lganim uchun o'qitishim kerak degan menda eng birinchi nima turadi, ta'lim berish kerak degan. Afsuski bizni jamiyatimizda ayol kishi eshitilishi uchun siz aytganingizdek balandroq gapirish kerak. Afsuski hozirgiga kelib men kuzatganim bo'yicha ancha ovozingiz ko'tarilgan, bu nima deydi, ko'chma ma'noda. Shu darajaga yetib kelguningizcha o'zingizni atrofingizdagi uchragan qarshiliklar? Eng birinchi qarshilik eng yaqinlarimdan bo'lgan. Tabiiy. Bu har Klassika deydi-ku. Buni hamma yoqda aytaman. Eng yaqinlarim, oilam, yaqinlarim, atrofimdagi odamlar, turmush o'rtog'im, rahmatli qaynonam, endi qaynatam ham desa bo'ladi va boshqa qarindoshlar, shu bilan birga atrofimdagi hamkasblarim va birinchi ishni ulardan boshlaganman, to'g'risini aytadigan bo'lsam, ularga tushuntirishdan, ularga o'rgatishdan, ularni qaysidir ma'noda ularga ta'lim berishdan desa ham bo'ladi, boshlaganman. Chunki ilmiy ish mavzuyimni tanlaganimdan keyin bu mavzuda gapirishni boshlasam, ko'pchilik bunga qarshilik bildirish boshlagan. Ya'ni nima degani gender tengligi, nima ayol erkak tengmi? Qanaqasiga bu mavzuni keliningiz gapiryapti masalan, xotining nimaga bu mavzuni gapiryapti? Dunyoqarash bo'yicha qarshiliklar. Shunaqa bo'lgan. Ko'proq xavfsizlik bo'yicha emas. Yo'q, bu ko'proq dunyoqarash bo'yicha. Ya'ni endi men kelinman, men yozda 18 yil bo'ladi. Turmush qurganimga shunaqa. Shu stereotip, ya'ni hech kim tushunmaganda, qanaqa bu kelin bo'lsa, buni 3 ta bolasi bor, u necha yillik nima oilasi bor, masalan, nimaga bu mavzuda gapiradi? Nima yetmayapti? Nima yetmayapti? Shunaqa Olamma bo'lganmidi? Va hatto shunaqa bo'lgan, uyimgacha kelishgan odamlar, uyimga kelib, qaynonam erimga sizni keliningiz yozayotgan maqolalar qaysidir oilalarni buzishiga sabab bo'ladi degan mazmunda shu yuzimga qarab ham gapirib qarshiliklar bo'lganda, lekin Xudoga shukr, qaynonamlar rahmatli ham qo'llab-quvvatlaganlar. Ya'ni o'zlari ham yurist edilar. To'g'ri, oldingi mana traditsion konservativ qaynonalardan bo'lganlar, lekin baribir o'z haq-huquqlari uchun kurashgan, talab qilgan ayol bo'lganlar va turmush o'rtog'im ham eng menga yoqadigan taraflardan bittasi bu nima deydi, siz o'zingiz ishingizni qiling, men o'zim ishimni qilay, bir-birimizga xalaqit bermaylik. O'shanda ham aytganlari, nima desang ham bu fikrini o'zgartirmaydi, bu nima desa ham sen fikringni o'zgartirmaysan. Qo'y, nima qilasizlar bir-biringlar bilan urushib, bo'ldi, o'zing hamma ishini qilib yuraversin, xohlayaptimi qilsin, buni tanlovi deb haligacha ham masalan qarshilik qilmaydi. Masalan, har xil fikrlar bildiraman, har xil gaplar gapiraman. Hozir ularga ham gapiryapman masalan. Ko'rarlarmi yo'q bilmadim, lekin hech qachon masalan men bunaqa debsiz, bunaqa gapiribsiz deb kelmaganlar yonimga-da. Ya'ni oiladan boshlangan qarshilik va oilam hozir va boshqa atrofdagilar ko'nikkani uchun menga hech narsa nima emas. Nima deydi? Menga hech qanaqa bir to'siq emas. Men o'ylaymanki, agar men oilamdan boshlab atrofimga ta'sir qilishni boshladimmi, demak jamiyatga ham ta'sir qila olaman, qaysidir ma'noda. To'g'ri, bu bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, rozовый ochkingni yechgin deyshadi. Ya'ni sen bu seni hayotingda bo'ladimi, sendan keyin to'g'ri, biz buni ushlab ko'ra olmasligimiz mumkin bu qo'yayotgan maqsadlarni. Lekin men bilaman, qilayotgan ishim balki men hayotimda bu o'zgarishlarni ko'rmasman, lekin sezmasman o'zgarishlarni, lekin men ishonamanki, bu gaplar, bu o'sha ta'lim, kontent deymiz yoki boshqa bir qanaqadir tadqiqotlar, umuman bu harakatlar qaysidir qizni, qaysidir ayolni, yigitni, erkakni o'sha xayolida, miyasida qanaqadir bitta savol
savol tug'ilib, o'sha savolni o'ylab, balkim qaysidir ma'noda uni dunyoqarashiga ta'sir qilishi mumkin degan bir umid bor. Shuning uchun ham to'xtamayman, davom etaman, qiyinchilik, to'siqlarga qaramasdan. Bu mavzuda bitta menga aytilgan fikrni sizga ham aytaman, chunki bu menga ta'sir qilgan. Ishlagan joyimda, katta kompaniyada ishlaganimdan keyin, endi ishlaganman, davlat ishida ham, shaxsiy biznes bo'yicha ham ishlaganman. O'sha davlat tashkilotida ishlaganimda shunaqa xayollar kelardiki, bir o'zim nima qila olaman, qanaqa o'zgartirish qilishim mumkin, nima ham bo'lardi degan chetdan keladigan gaplarni endi ta'sir qiladi baribir. Shunda bitta odam menga bitta fikr aytganlar, Abror aka, esimda qolib ketgan. Hech qachon o'zingga unaqa dema. Hamma katta o'zgarish sandagi kichkina qadamdan boshlanishi mumkin. Shu narsa miyamda qolib ketgan. Shunga bu yo'nalishda to'xtamasligingiz uchun omad tilayman, sabr tilayman. Keyingi savolim, bu savol emas, endi fikr bilan bo'lishaman. O'zi umuman olganda bu mavzu kurashish uchun mavzu emas deb hisoblayman. Chunki bu juda ham oddiy holat bo'lishi kerakki, ayollar o'zi uchun kurashish kerak emas. O'zini himoya qilish kerak emas yoki o'zi uchun qandaydir bir imkoniyatni so'rab olishi kerak emas. Bu oddiy holat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shunga ham o'zimda bo'ladigan shunaqa o'zgarishlar, endi feminizm deymiz. Ko'pchilik balki feminizm ma'nosini boshqacha tushunar. Bu shunchaki oylik masalasida yoki imkoniyat, qayergadir borish, kim bilandir gaplasha olish bo'yicha teng huquqlilik hamma bilan. Kiyinish masalasida, misol uchun mashina haydash, taksistlik qilish, avtobus haydash shunchalik oddiy narsa bo'lishi kerakki, buni kim bilandir kurashish yoki kim bilandir sporlashib erishilinadigan narsa bo'lishi kerak emas deb hisoblayman. Misol uchun bizda afsuski yana bir marta jamiyatda shunaqa narsa borki, oddiy ishxonada ishlasangiz ham kurashishga majbursiz, ayol kishi bo'lsangiz. Oylik ko'tarish masalasida yoki nima deydi, ishda ko'tarilish masalasida ham kurashishga majbursiz. Bu oddiy hol. Chunki o'zimda ham bo'lgan bunaqa narsa. Umuman ko'chada mashina qo'yish uchun ham, parkovka qilish uchun ham siz anaqa nima deydi, bir kamsitilgan, huquqi yo'q bir insonga aylanib qolasizda. Bu anaqa bir aqlga bir sig'maydigan narsalardan biri. Chunki yaqinda mana bizda shunaqa holat bo'ldi. Bo'lib turadi. Ha, parkovka bilan, ya'ni kim nima deydi, biz yashab turgan joyimizda hammani teng huquqi bor mashinani qo'yishga. Chunki dom mashinada turibdi va parkovkamiz oldida turibdi. Bitta xonadonda yashovchi inson ikkita mashinasini qo'ygan va shunaqa mashinasini bizani mashinaga taqab qo'yganki, aytayaptiki, erkak kishini chaqiringlar, erkak kishi bilan gaplashamiz. Siz bilan gaplashish mumkin emas. Ha. Biz men aytayapman, mashina meniki. Men bilan gaplashasiz, men egasiman mashinani. Yo, qanaqadir erkak kishi bo'lsa, erkak kishini chaqiring, biz gaplashamiz, deyapti. Endi kechirasiz, men to'g'risini aytaman, shallaqlik qila olmayman. Endi Xudo biladi, o'tda qanaqa insonlar bor, darrov olib anaqa Telegram yulduzlariga tarqatib yuborishadi-da. Bo'lmasa oddiy misol nima desam bo'ladi, o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, siz meni hozir huquqimni yoki meni ayol sifatida kamsityapsiz. Как бы meni ham teng huquqim bor. Deyishgacha qo'ymadi-da shu narsani gapirishimga. Ketvordi. Ikkinchi mashinasini olib kelib meni joyimga qo'yishga. Xuddiki go'yoki siz odam emassiz-da. Shunaqa. O'zi kamroq odamsiz. Shunga olib kelmoqchi edim. Bu oddiy holat bo'lishi kerak. Shu darajaga qachondir chiqishimiz kerak. Ya'ni mana kimdir ishga kirmoqchimi, ishga kirish kerak. Bizda ishga tanlanayotganda ham erkak kishi ustunroq ko'rinadi. Shunaqa. Ko'tarilish masalasida, shu должность ko'tarilish masalasida erkak kishi ustunroq ko'rinadi. Ayol kishi ko'proq harakat qilish kerak. Ko'chada uni kimdir eshitishi uchun balandroq gapirish kerak. Shunaqa urush, nima deydi, bir urushga kirishi, misol uchun o'zim uchun shunaqa qoida qilib olganmanki, bu urushdan kechganman, eshitilmayaptimi yoki chiqib ketaman o'sha yerdan yoki balandroq gapiraman. Men kecha olmayman. Men oxirigacha boraman. Yo, bu oxirigacha borish emas, bu men o'zimni naborot yutgan odam deb hisoblayman. Ya'ni siz ta'sir
qilishingiz mumkin va mumkin bo'lmagan holatlarni o'zingiz uchun aniq ko'ra aniq olasiz, bilib belgilay olaman, olasiz. da, Tushunarli. bilib olganman. Chunki mana aytganimdek, shu ishxonada davlat ishida ham ishlaganman. Ancha qiyin bizda O'zbekistonda davlat ishida ayol kishi uchun ishlash, ya'ni nima deydi, teng huquqli bo'lib ishlash. Bo'ladi, ayol kishi rahbar bo'lish kerak ekan deyishadi-da, qanaqadir ayol kishini o'tkazib qo'yishadi. Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Tabiiy tanlov asosida hech kim o'ylash kerak emas. Ayol kishi ham, erkak kishi ham. Balki men o'ta olmasman yoki meni eshitishmas degan narsa bo'lish kerak emas. Bunaqa urush bilmayman. Endi bizani jamiyatda hozir balki davridir. Chunki og'riqli mavzularimiz juda ham ko'p. Men buni bolaligimdan ko'rib kelganman. Bizning uyimizda shu buvim mahallada ayol kishilarni nima deydi, qo'llab-quvvatlash qanaqadir yo'nalishida ishlaganlar. Uyimizga juda ham ko'p yig'ilib keladigan ayollar ko'p edi. Ayollar, onalar uyimdan haydab yubordi yoki erim urdi. U yoqda endi o'rganilgan, borib yarashtirilardi majburan yashalish bo'yicha. Haligacha bor. Bu narsa haligacha bor. Shu bo'yicha fikringiz? Bilasizmi, endi biz bu mavzuda ishlagandan keyin o'z-o'zidan mana ayollar teng huquqliligi, teng imkoniyatlar haqida gapiramiz va o'z-o'zidan ayollarga nisbatan zo'ravonlik, kamsitish holatlari bilan ham duch kelamiz va zo'ravonlik mavzusi, shahvoniy shilqimlik mavzusi, umuman oiladagi zo'ravonlik mavzusi juda og'ir va juda ko'p uchraydigan holat. Siz aytgan masala o'sha 30 yil oldin ham bor edi, hali ham bor. Ya'ni bizda bilasizmi, mana shu ayollarga nisbatan zo'ravonlik oiladagi ko'rinishi haligacha oila ichidagi masala deb qaraladigan bitta holat, bekitish kerak. Endi men buni huquqshunos sifatida aytaman, yashirin ko'rinishdagi jinoyat deb aytaman yoki latent ko'rinishdagi jinoyat. Oilani ichida har qanaqa munosabat go'yoki mumkin. Ya'ni bu oila ayol kishini o'zini roli bor, vazifasi bor, erkak kishini o'zini roli bor, vazifasi bor. Ayol u yerda bo'ysunuvchi, erkak esa hukmronlik qiluvchi. Ayol u yerda hammaga bo'ysunishi kerak. U faqat turmush o'rtog'iga emas, balki qaynona, qaynota, oilani boshqa oila a'zolariga va unga nisbatan har qanaqa bo'layotgan munosabat bu xuddiki oilani bitta nima deydi, qismida, xullas, bu oddiy narsa juda ham. Endi qachonki oila mana shu zo'ravonlik natijasida ajrim yoqasiga kelib qolsa yoki o'sha mahallagacha chiqsa bu narsa, masalan, ayol kishi chidolmasdan yordam so'rab, meni himoya qilinglar, meni uradi, tepadi, boshqa deb chiqadigan bo'lsa, mahallada shunaqa maxsus tizim bor. U yerda mana ayollar bilan ishlaydigan ijtimoiy xodim bor, yoshlar bilan ishlaydigan har xil o'zini nimalar bor, xodimlari bor. Ular birinchi nima qiladi? Ular vaziyatni o'rganadi. Vaziyatni o'rganadi, keyin men ko'p juda ham eshitaman, menga bo'lgan murojaatlarda qanaqa shaklda o'rganadi. Hamma demayman, lekin ko'pincha mundoq keladida, uy joyiga qaraydi. Uy joyingiz yaxshi ekan, eringiz boqar ekan. Endi bo'lib turadi oilada deydi. O'zini ayblab ketadi yana. Chidamayapsan sen, yengiltaysan degan yoki mana bolalaringizni yetim qoldirasizmi? Ertaga ajrashsangiz qayerga borasiz? Oilangizga sig'asizmi? Ya'ni men juda ko'p bunaqa holatlarni ko'rdim. Har doim bu haqida gapiramiz, biz ko'taramiz bu mavzuni, lekin aytishadiki, endi davlat tashkilotlari yo'q, biz bu bilan ishlayapmiz, biz tushuntiryapmiz deydi. Lekin mana amaliyot, real hayot unaqa emas. Ya'ni murojaat kelayotgan ayollar va ular murojaatni o'sha davlat tashkilotlariga qilmayapti, bizdagi faollarga qiladi. Instagram qattandir topadi yoki nimalchiga yozadi. Va biz o'tda ko'ramiz, bir xil, hatto ishonasizmi, meni o'zimni qachondir o'qitgan talaba qizlarim ham yozdi menga. Oilasida shunaqa holat bo'lgan, zo'ravonlikka uchragan, ariza yozgan. Endi hamma biladi o'zini huquqini, masalanda, oilasiga kelib, "Oilang yaxshi ekan-ku, nimcha noshukursan" deb ketishgan. U shokda aytadi, "Qanaqasiga?" deyapti. "Men fuqaroman-ku", deyapti. "Meni ham qonun himoya qilish kerak-ku". Nima farqi bor qanaqa oilada yashayotgani? Bu yerda asosiysi meni xavfsizligim emasmi yoki farzandlarim xavfsizligi emasmi, deyapti. Yo'q. Bu narsa dunyoqarash bilan bog'liq. Bizda oila bu muqaddas hamma uchun, lekin oilani ichida bo'layotgan har qanaqa holat oilaning ichida qolishi kerak. Oiladan tashqariga chiqdimi, demak kelin yomon. Tashqariga chiqargani uchun. Bu yerda hech kim aytmaydi, bu yerda eri urgan-ku, qaynona kun bermagan-ku yoki qaynota unaqa qilgan demaydi. Yo'q, faqatgina bu yerda kelin va u chidashi kerak. Qiyinchiliklarga chidasa, keyin bir yuzaga chiqadi degan qotib qolgan shunaqa stereotip qarashlar bor va bu zararli stereotip, zararli qarashlar va O'zbekistonni bu bo'yicha majburiyati bor. O'zbekiston davlat hukumat sifatida xalqaro darajada majburiyati bor jamiyatdagi zararli stereotiplar bilan kurashish. Ya'ni mana shunaqa inson huquqi buzilishiga, o'lim, har xil jinoyatchilikka olib keladigan mana shu aytganimdek, chidash kerak, yarashtirish degan masalalarga qarshi kurashish kerak. Lekin hali beri unaqa narsa bo'lmayapti.
qadamlar qo'yilgan, lekin juda ham mayda, sekin, ya'ni tizimda bu tushunasizmi? Odamlarning dunyoqarashi bilan kurashish qiyin. Shuning uchun biz qonunlar qabul qilaveramiz. Nega uni ishlatish bo'yicha Ishlatish bo'yicha kelmabdi, to'polon qilib o'tiramiz, ishlamayapti deb, endi hammasi umidimiz bor endi, xudo xohlasa. endi bu muammo men tushunishim bo'yicha judayam eskidan emas, chuqur ildiz otib ketgan. Chunki baribir onaga qarshi bormaymiz. Umumiy qilib olganda, misol uchun onamiz qaynona bo'lganida, u bizga onalik qilgan, lekin kelinga onalik qilishi qiyin bu narsa. Chunki ularni o'zini dunyosidan o'tib kelgan bu narsa, ular o'zi hamma har xil qiyinchilikni qabul qiladi degan gaplar bor-ku. Misol uchun kimdir aytadi, "Men ko'rdim, sen ko'rma." yoki "Men ko'rdim, davay san ham ko'r." Ko'pchilikda shunaqa endi xuddi kasallik odamga qanaqa ta'sir qiladi, bunaqa hayotiy tajriba ham hammaga har xil ta'sir qilsa kerak. Endi men aqllichilik qilmoqchi emasman. Shunchaki fikrimni. Yo'q, siz to'g'ri gap aytyapsiz. Zo'ravonlik zanjiri deyiladi bu narsa. Ya'ni katta avlod boshdan o'tkazgan qiyinchiliklarni go'yoki yosh avlod ham o'tkazish kerak. Shunda u hayotda kuchliroq bo'ladi. Yoki bo'ladi-ku, masalan, yosh kattaroq ayollar deylik yoki erkaklar mana qiyinchilikdan o'tdimi, demak u qiyinchilikdan o'tgani uchun u boshqa o'sha armiyadagi dedovshina bor-ku. Shunaqa narsada oilada kelin qaynona munosabati ham ko'pincha shunga quriladi. Keyin ikkinchi masala bu yerda hukmronlik masalasi. Mana kelin bo'lgan qaynona bo'lgandan keyin hukmronlik qo'liga oladi va hukmronlik kimga nisbatan o'tkaza oladi? Albatta o'zini farzandiga, keliniga, eng zaif bo'lgan odamga, o'sha oiladagi va hamma xohlaganini qiladi. Shuning uchun bu yerda ko'p masalalar bor. Endi men psixolog emasman. Mana avlodlar o'rtasidagi farqlar ham bor dunyoqarashda. Bu ham bor. Shuning uchun men aytaman, hozirgi qaynonalar men ko'rayotgan juda ham bir pozitiv tendensiya deymiz. Bu o'sha qaynonalarni kelini bilan yashash xohlamasligi. Mana men ko'p ko'ryapman hozir. Endi men balkim kamroq odamlar bilan gaplasharman. Butun O'zbekiston uchun gapirmayman. Bu masalan uy-joy masalasi, moliyaviy masala bo'lishi mumkin. Lekin men ko'rayotgan narsam ko'p mana hozirgi yosh qaynonalarni ko'rayotganim, men kelinim bilan yashamayman. Men alohida yashayman. Bitta uyda yashashni xohlamayman. Men o'zimning hayotim bor, meni erim bor. Ana o'zi yashasin, mayli bir haftada bir ko'rishib tursak yetadi. Ya'ni men o'zimning hayotimni yashashni xohlayman. Kimdir meni uyimda menga xizmat qilishi kerak emas. Ya'ni shunaqa gaplar gapirishib, men xursand bo'lib ketaman. Voy, demak, sekin-sekin odamlar o'zgaryapti. Bizda masalan kelin xizmat qilish kerak degan qarash bor-ku. Lekin kelinning onasiga hech kim borib xizmat qilmaydi-ku. Bu faqat xuddi o'g'ilning onasi ona, lekin kelinning onasi ona emas. Ya'ni u должен doim majbur. Hozir esa ikki tarafi ham qaralyapti-da. Ya'ni sekin-sekin men ko'rayotgan holatlarda juda kam 0.001% bo'lishi mumkin, lekin bor. Ya'ni men o'ylayman bu kengayadi asta-sekinlik bilan. Endi bunga ancha bor, lekin asta-sekinlik bilan anchalik o'zgarish bo'lishi mumkin. Eng asosiysi shu nima deydi, uydagi zo'ravonlik mavzusi ko'tarilayotgani, bu so'z umuman kirib kelgani, gender tenglik so'zi hamda feminizm so'zi O'zbekistonga kirib kelgani, hozirgi paytda shu hattoki anaqa nima katta yoshli mayli, yoshlarni ham tilidan tushmaydigan bir so'zlar kirib kelgani, bu уже qanaqadir anaqa foizdagi yutuq desa ham bo'ladi-da. Va shu zo'ravonlikka keladigan bo'lsak, endi men xohlaymanmi yo'qmi, meni ham kasbim uncha uzoq emas bu mavzulardan. Tashqaridagi insonni shu zo'ravonlikka bo'lgan munosabati va o'sha zo'ravonlikka guvohi, agar o'sha zo'ravonlikni guvohi bo'lsa inson qayerga murojaat qilishini. Bizda bormi shunaqa bir горячая liniya deydi, guvoh bo'lgan bir voqeasini gapirib berib yoki telefon qilib. Chunki biz uzr gapingizni bo'ldim. Bizda shu yaqin orada shunaqa bir nima deydi situatsiya bo'ldi. Onamlar yashayotgan uyda qo'shni eri ichib kelganmi bilmayman, 3 ta yosh bolasi bor. Do'pposlab baqir-chaqir bo'lgan paytida onam menga 12 da telefon qilib aytibdilar. Nima qilay? Mana shunaqa urush bo'lyapti, men qo'rqib ketyapman. 102. Pastga tusha olmayman. Mabodo meni urib qolsa, tam eri ichib kelgan, eri anaqa eshiklarni tepib yotibdi, bolalari yig'lab yotibdi. Anaqa xotiniga baqirib narsalar sinyapti. Bir bormi kimgadir telefon qilib aytish, men o'zim bilmayman nima qilishni, men ishdaman. Men dedim, oyi balkim uchastkovoyga aytish kerakdir. Yoki anaqa endi 102 ga telefon qilsam kelisharmikin, kelishmasmikin deyaptilar-da. Mana shunaqa nima deydi? U ikkilanish bo'lyapti, o'y xayol ketdi. Kimga anaqa mumkin bunaqa murojaatlarni qilish? O'shanga. Bunaqa paytlarda endi
ko'pincha guvoh bo'lgan chetda turgan odam qo'shnilar birinchi navbatda eng tez yetib keladigan bu 102 ichki ishlarga qilish kerak. Ikkinchisi bu 1259 degan raqam bor. U ham ichki ishlarniki, faqat ayollar bilan ishlaydigan ishonch raqami ham desa bo'ladi. Lekin eng zo'ri bu 102. Ya'ni bular o'sha tartib saqlash, xavfsizlik ta'minlash uchun mas'ul bo'lganlar. Keyingi masala bu endi ular masalan 102 bo'ldimi, 102 o'sha nima keladi, ichki ishlar keladi holat bo'yicha, keyin u ayollar nimasiga qarab, so'roviga qarab, masalan u oilaviy zo'ravonlikka uchradim deydigan bo'lsa, uni maxsus joyga olib ketishadi, markazlarga olib borib, psixolog bolalarni ham olib ketadi, maxsus reabilitatsiya markazlariga joylashtirish kerak. Ular bilan psixolog ishlaydi, yurist ishlaydi, kerak bo'lsa ijtimoiy xodim ishlaydi. Ya'ni tizimlar yo'lga qo'yilgan, lekin aynan guvohlar nima qilish mumkin deganda eng yaxshi bu 102, boshqa hech qayerda emas. 102 va hozir menimchalik bitta umumiy xuddi mana Amerikada 911 raqamdagi 112 mi degan bitta dispetcherskiy nima yo'lga qo'yildi. 112 yoki 112 degan raqam. 112 degan raqam. U yerda hamma nimalar bor. Yo'nalish bo'yicha birga ishlaydi. Lekin eng zo'ri 102, eng zo'ri demayman, eng yaxshi yetib keladi, chunki har bir tushgan o'sha qo'ng'iroq bo'yicha ular tizimga tushadi, yozib olinadi va ular borib o'rganib joyiga chiqish shart. Bitta misol aytmoqchi edim. 2002-2003, yosh edim o'sha paytda, esimda bor. Kenayim katta akam uylangan paytlari uyda mehmondorchilik bo'ldi-da, men endi uyda qarashga qolaman deb ishga bormadim. Endi bizning ishimiz o'sha paytda media sohasida bo'lgan. Kechasi ham kunduzi ham ishlangan. Ishxonaga tadbirga kela olmadim. Tadbirga kelmasligimning sababini uyda shu mehmondorchilik bor, kenayimga qarashaman deb aytdim endi. Menga javoban shunaqa gap bo'ldiki, uyda kelin bor-ku deb aytildi-da. Men aytdim, men endi qarashim kerak, mayli bir o'zi qiynalib qolishi mumkin desam, endi hozir unaqa so'zma-so'z lo'q kim bo'ladi? Qaynisingil, qaynisingil deyiladi. Sen lo'q qaynisingil ekansan deb aytildi menga. Men javob ответный javob savol berdim. Sizni qizingizga mendagi lo'q qaynisingil uchrasa qanaqa xohlarmidingiz desam, qiz bo'lsa boshqa narsa. Ko'rdingizmi? Voy dod, xudoyim, xudoyim o'zim hozir. Nima deydi? Bilmayman, balki men o'zim ham o'zbekcha oilada tug'ilib katta bo'lganman. Shu stereotiplardan o'tganman. Qiz bola kollejga kirishim ham kurashish bilan bo'lgan, institutga kirishim ham kurashish bilan bo'lgan. Chunki yoki doktor yoki o'qituvchi bo'lishingiz kerak. Men boshqa yo'nalish tanlaganman. Shu uchun kurashib, harakat qilib, o'zim intilib o'qishga, ishga kirib ishlab yurganman. Endi shuni orqasidan hozirga kelib balki bu narsadan o'tgandirman. Menga neytral ko'rinadi ko'p narsa. Oilaviy tomondan ham uyimizga tushgan kelinlarni men boshidan o'zimni shunaqa tarbiyalaganmanki, opam sifatida. Endi u meni ota-onam naqa qilish, tug'ishi shart emas. Chunki kim bilandir yaqin bo'lishingiz uchun qarindosh bo'lish shart emas deb hisoblayman-da. Shuning uchun shunaqa narsalardan o'tib kelganim uchun balki umumiy bunaqa situatsiyalarga neytralni qarayman. Ishxonalarda ham, shu davlat ishida ishlaganimda ham ko'p anaqa bo'lganman. Bitta yana institutda ko'rganim bor edi situatsiya. Endi filosofskiy yo'nalishda o'qiganman-da. Psixologman o'zi. Domlamizni doim gapirardilar. Vohli yerga tegmanglar, oldin o'qish kerak, iloji bo'lsa turmush qurayotganda brachniy kontrakt qilish kerak derdilar. Men u domladan nima deydi, vasxishаться qilardim-da. O'zlari qizlarini 16 yoshda uzatdilar deyapti. Menimcha uzatib keyin anaqa pand yeganlar-da ular. Shunga keyin sizlarga gapirib bizga gapirib berardilar birinchi. O'sha biz nechinchi yil o'qiganmiz? Men 4-kursimda uzatganlar qizlarini 16. Ungacha vohli uzatmaylar deb aytardilar. Shuning uchun men aytmoqchiman, odamlar balki gapiraverar, lekin praktikasi baribir jamiyatdan kelib chiqib bo'ladi demoqchiman-da. Ichida boshqa narsa bo'lsa ham, u majbur odam. Bilasizmi, o'zi odamzod, o'zi ijtimoiy mavjudot. Ya'ni ijtimoiylashish kerak. Bu masalan yolg'izlikda yashash juda ham qiyin va bizga jamiyatni oqlovi juda muhim. Ya'ni bizni jamiyatga kirib ketishimiz, o'sha jamiyat bilan birlashishimiz, integratsiya bo'lib, o'tda odamlarni oqlovi qanaqadir juda katta rol o'ynaydi-da.
va siz aytayotgan masala bitta narsa aytsam hozir qo'yasiz, man 18 yoshda turmushga chiqqanman. Endi bilgandirsizlar, katta qizim bor, 17 ga to'ladi qizim. Shuning uchun yoshingizni so'radim. Shunaqa 18 yoshda turmushga chiqqanman. Birinchi kursni bitirib va ketma-ket farzandli bo'lganman. 19 yoshda birinchi farzandim, 20 yoshda ikkinchi farzandimni dunyoga keltirganman. Ketma-ket 1 yosh orasida farq. Ham o'qiganman, ham kelin bo'lganman, ham ona bo'lganman. Menga yordam albatta bo'lgan oilada enagilar, yordamchilar, hammasi sharoitlar bo'lgan, lekin baribir juda qiyin. Sog'liq taraflama ham, boshqa taraflama ham. Va men ham sizni domlangizdagi ko'pincha aytaman, erta turmush bo'lmasligi kerak deyman. Nimaga bunaqa deb aytaman? Chunki men hamma erta turmush qiyinchiliklarini o'zimda his qilganman va boshqa qizlarga buni ravo ko'rmayman. Men hattoki 20 yoshli qizlar turmushga chiqsa ham, men ham o'zim 18 turmushga chiqqan. Voy bechora, hali yosh. Voy bola ko'p mashaqa deb o'tiraman-da, keyin menga o'zing 18, o'shaning uchun ham aytaman-da, bola deb qo'yaman-da. Shuning uchun domlani aytganini qilganini qilma degan gap xuddi shu narsa. Bilasizmi, erta turmush yoki bolalar o'rtasidagi nikoh, bizda hozir nikoh yoshi 18 yosh. Oldin 17 yosh edi qizlarga, 18 yosh o'g'il bolalarga edi. Siz o'qigan payt 16 yoshdan ham mumkin edi, agarda qanaqadir sababli keltirilsa, hokimiyat ruxsat berardi. Hozir bizda 18 yosh, 17 yosh ham mumkin, lekin bu qiyin juda ham. Hozir qiyinlashtirib qo'yishgan bu narsani, lekin bu ham baribir erta turmush hisoblanadi. 18 yosh. Va jamiyatning bosimiga chidash oson emas. Siz yolg'izlanib qolasiz. Siz yolg'izlanganingizdan keyin bu qiyin, bu og'ir. Hamma ham jamiyatga qarshi yura olmaydi. Atrofdagi qarindoshlariga, yaqinlariga qarshi yura olmaydi. Sekin-sekin odamlarni yo'qotishni boshlaydi. Izgo'yday bo'lib qoladi va majbur bo'ladi tizimga, mana shu jamiyat o'rnatgan ko'rinma qoidalarga bo'ysunishga. Bo'ysunmaydiganlar bu kamchilik. Bir marginal guruh. Va bo'ysunmaydiganlar kamchilik bo'lgandan keyin ular o'zini qoidasini hayotiga tatbiq qilishni boshlaydi. Hech kim bilan ishi bo'lmaydi. Mana shunaqa biz men o'ylayman, bo'ysunmaydiganlar ko'paysa, bizning jamiyatda biz mana shu qotib qolgan kelin bu odam emas, lo'q qayni singil yordam bersa degan narsalardan biz qutulishimiz mumkin. Men ham qaynagachiman, ukam bor. Qayn egachi, ukamni ayoliga men qaynagachi bo'laman. Siz qoidasi bo'yicha kontroller bo'lishingiz kerak-da, to'g'rimi? Ular mana qoida bo'yicha men aytaman, men singlim bor, o'zimdan 3 yosh kichkina, u ham qaynagachi, chunki ukam bilan oramizdagi farq 12 yosh. 2 yil bo'ldi uylanganiga. Biz men aytaman-da, qaynagachi sifatida qaynagachi emasmiz-da, xullas. Qaynagachi so'zi bilan hamma assotsiatsiya bo'ladigan, hamma negativ qanaqadir nimalar yo'q bizda. Men o'zim maqtavoqchi emasman, kelinman mana deshlar komment yozib qo'yarlicha bo'lmasa. Aytmoqchi bo'lganim, biza teskarisi biza oyi tushuntiramiz, ya'ni bosib kelin, xotin, kelin, ya'ni endi oyman o'zi bilarlar, tushunarlar bu narsalarni-ku. Lekin biz shunaqa nima qilib turamiz va umuman ishimiz yo'q, aralashmaymiz. Bir oyda bitta borsak katta gap, hamma o'zining hayoti. Men aytmoqchi bo'lganim, o'zingizni oilangizdan boshlasangiz, men nazarimda, keyin sekin-sekin buni bir rol modeli sifatida boshqa oilalarga bir misol qilib qilsangiz bo'ladi-da. Albatta. Bo'lmasa, o'zingiz oilangiz shunaqa bo'lib tursa, o'sha sizni domlangizdagi bu yoqda keyin yo'q, bunaqa qilmanglar desangiz, hech kim sizni gapingizni quloq ham solmaydi, hech kim sizga hurmat ham qilmaydi. Masalan, bu shunchaki gapiraveradi. Domlajon, o'zingizda nima gap? Menikini qo'yib yubor bo'ladi. Mahalladan chiqadigan xotinlarda eng qizig'i shunaqa yosh katta ayollar bor edi. Kelinni yomon tarafini gapiradigan g'iybatchi endi bo'ladi-ku hamma mahallada, o'zbekcha mahallalarda. Opani o'zlarini o'g'illari 3-marta uylanmayotganlar-da. Bu narsalar hech kim aytmaydi. Yana bitta narsa aytmoqchi edim. Mana misol uchun jamiyatning muammosini mana aytyapsiz, oiladan boshlab. Bu narsaga juda ham qo'shilaman, chunki hamma tarbiyani o'zimizdan boshlaganimiz birinchi o'rinda muhim. Aytmoqchi bo'lgan narsam, qanaqa o'ylaysiz, sizning fikringiz? Misol uchun, shaxsiy men o'zim o'ylayman, bizda oilaviy tarbiyada o'g'ilni ustun ko'rilishi, qiz bolani shu uy ishlariga yoki kelin bo'lishga tarbiyalanish degan narsa, shu eski stereotip qancha paytda o'zgaradi va bu o'zgaradimi? Voy, juda ham og'riqli savol berdingiz, dedi-ku. Chunki hozir bitta narsa aytaman, shaxsiy fikrim, men farzandim bo'lsa, men ko'proq mehrni qiz bolaga bergan bo'lardim, finansiy taraflama ham. Chunki qiz bolada ham o'ziga yarasha nima deydi,
orqasida anaqa bo'lishi kerak. Xavfsizlik yostiqchasi deydi-ku. Bo'lishi kerak, albatta. Kerak bo'lsa uy joy. Bizada o'g'ilga qilinadi u narsa. Birinchi o'rinda hamma narsa o'g'ilga. Bitta o'g'il bo'lsa, undan qo'rqinchli narsa yo'q deb o'ylayman bizada. Shuni orqasidan ham o'g'il bolani qanaqadir dunyoqarashini yoki hayotga bo'lgan qiziqishini o'ldirib qo'yish degan narsalar. Qiz bolada teskarisi, uni shaxs sifatida sindirib qo'yish degan narsalar juda ham kuchli o'zbek mentalitetida. Endi men yomonlamoqchi emasman. Buni orqasidan erkak kishini nima deydi, kuchsiz bo'lib qolishi yoki hamma narsaga tayyorligiga o'rganib qolishi, qizlarda juda ham kuchli bo'lishga moyilligi borligi. Shu narsa bo'yicha fikringiz? Bilasizmi, qiz bola bilan o'g'il bolaga nisbatan munosabat oiladan boshlanadi va u bolaligidan atrofdan, ya'ni ularning ijtimoiylashuv jarayonida shakllanadi. Ya'ni jamiyatda qiz bola qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa ayol, haqiqiy qiz bola, yaxshi qiz qanaqa bo'ladi va o'g'il bola qanaqa bo'lishi kerak. O'g'il bola boricha qabul qilinadi ko'p holatlarda. Unga masalan qandaydir yutuqlar, bir nima, faqatgina unga endi bitta nima bor, bir kошелек sifatida qaraladi. Ya'ni sen ertaga oila boquvchisi bo'lasan, ota-onangni boqishing kerak, xotining, bola chaqang, ya'ni umuman moliyaviy bosim juda kuchli. Bu bor. Qizlarga nisbatan 10 barobar. Moliyaviy taraflama hech qanaqa talab yo'q, ya'ni ishi yo'q ko'p holatlarda, lekin kelin, xizmatkor, yaxshi ona bo'lish kerakligi, qiz sifatida nima deydi, boshini pastga qilib turish kerak, ya'ni hamma konfliktlarga kirishmaslik kerak, juda ham sipo, yaxshi qiz bo'lish kerak va hayotda har qanaqa holatga chidamli bo'lish kerak deb ko'proq qizlarga o'rgatiladi va ikki xil munosabat bo'ladi. Bu narsa albatta juda ham yomon. Nimaga? Chunki jamiyatda, hayotda har xil holat bo'lishi mumkin-da. Masalan, qizlar hayotida turmushga chiqqandan keyin, endi men yomon niyat qilishda emas, har xil holat bo'lishi mumkin. Ajrashib ketish mumkin. Hech kim nima qilinmagan, bundan himoyalanmagan yoki turmush o'rtog'i olamdan o'tib qolishi mumkin. Yoki umuman olganda nogironlik bo'lib qolishi mumkin. Mana ko'p bunaqa oilalarni bilaman-da, avariya boshqa natijasida. Va bo'yniga o'sha narsa tushib qolishi mumkin. Lekin bolaligidan faqatgina kimdirga tobe bo'lishga o'rgatilgan qizlarga bu hayot og'irlik qiladi-da. Har doim ham oila a'zolari, ota-ona qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Ya'ni odam o'zini xavfsiz his qilish uchun, bu jamiyatda yashash, to'laqonli yashash uchun eng birinchi navbatda uni xavfsizligi, bilamiz nimadan, u Maslow piramidasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham, xavfsizligi, uni uyi borligi, masalan, ba'zi nimalari, ehtiyojlari qondirilgan bo'lishi kerak va eng asosiysi moliyaviy yostiqchasi bo'lishi shart. Moliyaviy mustaqil bo'lgan qizlar, ayollar ko'p holatlarda turmush o'rtog'iga nisbatan ham, bo'lajak turmush o'rtog'iga nisbatan ham qanaqadir talablari bo'ladi. Va bu juda ham to'g'ri, sog'lom talablar. Ya'ni kamiga ko'nib ketish emas. Meni shunaqa talabim bor. Men bo'lajak farzandlarim otasini mana bo'lishini xohlayman. Masalan, bu axirgi gelik so'rash demoqchi emasman, lekin aytmoqchi bo'lganim, o'zi uchun dunyoqarashi to'g'ri keladigan, har taraflama mos bo'lgan turmush o'rtoq qidirish, topish yoki kutish, masalanda. Endi bizda buni qoralashadi. Yo'q, qiz bola chidashi, kutishi kerak emas. Qiz bola o'sha odam bir marta hayotga keladimi, o'sha hayotida dostoyni yashab ketishni xohlaydi hamma ham. Bizda unaqa narsa o'rgatilmaydi. Bizda ko'pincha yaxshi joydan chiqdimi, 17 yoshmi bervor, 18mi bervor, yaxshi joy bo'ldi, chiqadimi yo'q, qolib ketadi, 20 yosh bo'ldi, qari qiz, tamom. Masalan-da, haligacha shunaqa gaplar eshitamiz, voy 21, 22 bo'lib ketdi. Nima qildi? 21, 22 o'tirib, juda nima? O'g'il bolalarda bu narsa nimaga olib keladi? O'g'il bolaga o'g'il bola shunchaki odam bo'lgani uchun zo'rda, u erkak bo'ldi, u farqi yo'q. Ikkinchi marta uylansa bor shunaqalar ham, 2 marta 3 marta uylanganlar ham bor, normal. Yana onalar ko'pincha aytadi, men onasi o'pmagan qiz bolani olib beraman deb, birdaniga bir oy birinchi xotini ketgandan keyin hali ajrashmasdan turib shuni olib kelib qo'yadi. Masalan-da, bor shunaqa narsa, shar'iy nikoh qilib qo'yishadi, keyin ajrashuv 1 yillab, 2 yillab davom etishi mumkin, lekin bu yerda yashayveradi u qiz ham bechora. U shunga ko'nadiganlar ham bor-da. Shuning uchun bizda bu katta muammolarga olib kelishi mumkin-da. Ota-onalar bitta narsani tushunish kerak. Qiz bolami, o'g'il bolami bu farzand, birinchidan. Inson bu. Masalan, u bechoralar tug'ilganda jinsini tanlab qo'ymagan. Tug'ilib bo'ldimi, qiz bola bo'laman, o'g'il bola bo'laman demagan. Shunchaki inson bo'lib tug'ildi, keyin qaysidir yoshga kelib tushunyapti, u qiz bola
bola ekan, o'g'il bola ekan. Men unga aytishyapti, "Sen uydan chiqmagin, sen uyda mana bu ish qilgin, 5 yosh bolaga 6 yosh va ko'chani sipir." Masalan, kelin salom qildirishadi. Shunga o'xshash. O'g'il bolaga nima? Ko'chada kimdirlar urushib kelsa, o'g'il bola malades, urushish, kuchini ko'rsatish, bu ularni bir faxrdek katta qilinadi. Keyinchalik bu uni o'zini oilasida ham ko'rinishi mumkin. Ya'ni bitta stolga urdi, xotini jim bo'lishi kerak. Bitta urdi, xotini jim bo'lishi kerak. Ya'ni shunaqa bir qarashlarga olib keladi-da. Bu işte ijtimoiylashuv natijasida bo'ladi. Bu ota-onalar shuni o'ylash kerak. Ya'ni biz farzandni ajratishga haqqimiz yo'q. U dunyoga keldi, bizning majburiyatimiz, konstitutsiyada ham yozib qo'yilgan bu narsa, unga ta'lim berish, uni o'qitish, o'sha kerakli ehtiyojlarni qondirish va mustaqil bo'lgandan keyin uni hayotga qo'yib yuborish. Bizda unaqa narsa, afsuski, qiz bolaga kelganda kimdirga topshirib yuboring deydi, tezroq qutuling. O'g'il bolaga kelganda yo'q, u mana yubkasini oldida ushlab o'tiradi. Ko'pincha farzandli bo'lsa ham, 3-4 ta farzandli bo'lsa ham, baribir u nima desam ekan, onasini o'g'li birinchi navbatda va eng nimasi bilasizlarmi, nima o'rgatiladi? Ona bizning jamiyatda menga eng yoqmaydigan narsa, ona muqaddas deb, faqat sani onang muqaddas deb, to'g'risizmi? Boshqa hech kimning onasi muqaddas emas, xotiningning onasi muqaddas emas, birov ko'chadagi odamni onasi muqaddas, yo'q, sani onang faqat muqaddas. Xotini ham kimnidir onasiligi. Yo'q, xotini ham emas, yo'q, uni onasi muqaddas. Faqat shu narsa o'rgatiladi-da. Aslida hamma onalar muqaddas. Ayol o'zi muqaddas demaylik, odam deylik. Mana odam u, farqi yo'q. Kimni onasi, kimni singlisi, opasi yo'q. O'zingga taalluqli bo'lsa u muqaddas, boshqalarniki qiziq emas, bo'lmasligi kerak-da. Shu narsani men aytaman, inson huquqlari, mana ayol huquqi, inson huquqida biz ko'p gapiramiz. Bu xalqaro darajada ham как lozungdek gap. Ayol huquqi uchun kurashilmaydi, inson huquqi uchun kurashiladi. Shunchaki u ayol bo'lgani uchun kamroq inson degan qarash bor. Unaqa emas. Jinsi ayol shunchaki jinsi ayolda, ayol bo'lib tug'ilmagan sharqda deydi-ku, shunaqa. Hozirgi kunda oxirgi o'qigan ma'lumotlarim orasida bitta narsa meni xursand qildi. Hozirgi davrga kelib, erkaklarning soni ayollarning sonidan ortib borayotgan ekan. Bu narsa ko'p narsaga sabab bo'lishi mumkin. Ayollarning hurmati ko'tarilishi, qadri ko'tarilishi tanlov huquqi ayollarga nisbatan. Chunki men aytmoqchi bo'lgan narsam ayollarga ham tanlov huquqi berilishi. Hozir kommentariyalarda bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik men o'qib chiqqanim bo'yicha feminizmni boshqacha tushunishar ekan. Feminizmni erkak kishisiz hayot yoki erkak kishiga qarshilik, turmush qurmaslik ko'pchilik tushunarkan narsa. Men feministkaman. Men feministman. Shu terminni. Men feministman. Men erman bor, 3 ta bolam bor. Men o'zbek xonadonining keliniman 18 yildan beri. Shu terminni oson til bilan tushuntirib beraman. Tushuntirib bering. Feminizm nima? Feminizm o'zi feminizm degani, mana feminist so'zi ayol degani-da. Feminizm bu harakat. Bu ayollar tomonidan 100 yillar avval o'zini fundamental huquqi uchun boshlangan kurash hisoblanadi. 100 yillar avval ayollar jamiyatda hech qanaqa qadrga ega bo'lmagan. Ularning ovozi ham bo'lmagan, ularning haq huquqi ham bo'lmagan. Ular masalan biror ishni ishlasa kamroq oylik olgan. Ular hamma ishlarda ham ishlamagan. Saylovda masalan o'zini ovoz berishga haqqi bo'lmagan. Erini ruxsatisiz masalan bolalarga ham haqqi bo'lmagan. Erini ruxsatisiz umuman mulkdek bo'lgan. Mana otasi eriga mulk bo'lib o'tgan. Bu butun dunyoda bo'lgan va Yevropa mamlakatlarida o'sha 100 yillar avval boshlangan harakat sufrajistlar harakati deyiladi. Bu o'sha o'zini saylov huquqi uchun kurashgan ayollar harakati bo'lgan va shundan birinchi nima deydi, feminizm to'lqini boshlangan. Feminizm bir qancha to'lqinlardan iborat va uni juda ham yo'nalishlari ko'p. Va feminizm o'zi o'sha ayolni inson sifatida tan olinib, o'zini ba'ziviy fundamental huquqlari uchun kurashishi. Ya'ni erkak kabi teng huquqli bo'lish imkoniyatlar tengligi uchun kurashishi. Bu yillar davomida mana asta-sekinlik bilan ta'lim olish huquqi uchun kurash bo'lgan, masalan, ajrashish huquqi uchun kurash bo'lgan, mulkka egalik qilish huquqi uchun kurash. Ya'ni bu uzoq vaqt emas, 100 yil unaqa ko'p emas-da. Endi. Hattoki masalan, biz hozirgi kunda aytishadi, bo'ldi, hamma huquqlaringlar bor, nimasiga kurashasizlar deyiladi. Huquqlarimiz bor, formal konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Lekin imkoniyatlarimiz teng emas. Haligacha ayol kim ekanligi, uni jamiyatdagi roli, uni majburiyati belgilab qo'yilgan odamlarning ongida va bu narsa qonundan ham kuchliroq ishlaydi.
Ya'ni siz ta'lim olish huquqiga egasiz, lekin maktabga qiz bola chiqariladi o'qishga, masalan, ta'lim olish huquqi 9-sinfga kelgandan keyin ko'pincha bu uzoqroq regionlarda bo'ladi. Bu O'zbekiston misolida aytyapman. 9-sinfdan keyin maktabga yuborilmaydi. Uni turmushga berib yuborishadi. Chekka qishloqlarda bu narsa juda keng tarqalgan. Turmushga berib yuborishadi. Farqi yo'q, qonun nima degan, u bolami hali go'dakmi farqi yo'q. U shunchaki shar'iy nikoh. Hech kim uni uzoq regionlarda asosan buni nima qilmaydi. 8-sinfdan ularni nima deydi, unashtirib qo'yishadi. Ko'rgandirsizlar, har xil videolar chiqib ketgan, bor bu narsa, har xil regionlarda bor. Bu bitta nima, lekin bizda qonunda yozib qo'ygan. Qonun yozilgan, ular teng huquqli ta'lim olishi mumkin, lekin amalda dunyoqarash, odamlarning mentaliteti, mana shu ayollarning roli hayotdagi faqat eng oliy maqsad bu turmushga chiqish deb ta'limdan ham kechib shuni berib yuborishadi erga. Yoki ishlash bo'yicha, masalan, kasblar bo'yicha gapirdingiz. Men ham pedagogman, masalan, lekin men pedagog bo'lishni xohlamaganman. Men uchun ham bu rollar belgilangan qaysidir joylarda. Men masalan boshqa soha, yurist bo'lish niyatim bor edi, lekin boshqa sohada ishlamoqchi edim, boshqa yo'nalishda ishlamoqchi edim. Hozir xursandman albatta, lekin o'sha paytda menda qarshilik bo'lgan. Yaxshi, u paytda qarshilik bo'lgan. Ya'ni men xohlamayman pedagog bo'lishni. Men pedagog bo'lishim kerak edi, qarshilik bo'lgan, lekin menga aytganimdek bu rol belgilangan men uchun, chunki men ayol kishiman. Men masalan obed vaqtigacha kelib uy ishlarimni ham qilishga ulgurishim kerak degan shunaqa bir maqsad bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, bizda huquqlar bor, teng deb belgilab qo'yilgan hamma qonun kodekslarda, lekin imkoniyatlar teng emas. Imkoniyatlar tengligi uchun biz kurashamiz. Mana shu narsa feminizm. Feminizm deb atamasanglar ham bo'ladi. Shunchaki bizda sal ayol huquqi haqida gapirsangiz, feminist deb shuni yopishtirib. Masalan, men aytaman-ku, bir 5 yil bo'ldimi? 5 yil, 4 yil bo'ldi bu mavzuda gapirayotganimga. O'shanda menga feminist deb kleymo yopishtirib qo'yishdi. Men masalan, men faxrlanaman. Men o'zbekona feminizm qanday bo'lishi mumkin degan maqola ham yozganman. O'zbekona feminizm qanday bo'lishi mumkin degan maqola va agar har bir huquqshunos aslida feminist bo'lishi kerak, chunki bu inson huquqlari bilan bog'liq masala. Bizda feminist bu haqorat, menga haqorat emas. Men faxrlanaman. Men feministkaman. Men o'zbek feministiman. O'zbek kelin feministiman. Mana bilib qo'yinglar. Shu narsa uchun agar kimdir hate qilsa, bemalol. Bu menga hech qanaqa ta'sir qilmaydi bu narsa. Bizda tushunishmaydiki, ayol o'z huquqini, inson sifatida huquqini talab qilyaptimi, bu uni konstitutsiyaviy huquqi. Bu hech qanaqa kimdir berib qo'yish kerak. Yo'q, bu konstitutsiyaviy huquqi, u erkinligi va davlat buni ta'minlab berishi kerak. Bo'ldi. Bu oddiy, juda ham oddiy bo'lgan haqiqat. Bo'ldi. Ertaga parkovkani o'zim hal qilaman. Bu juda ham o'zi chuqur mavzu. Men shu aytganim ildiz otib ketgan, ya'ni bizani ota-onalarimizdan o'tib kelayotgan og'riqli mavzu. Xuddi aytganingizdek, semya без уродов deydi-yu. Bizani uyda ham ayol kishilar pedagog, erkak kishilar biznes yo'nalishda yoki ularda vыбор bor, bittaman boshqa yo'nalishda. Kurashib o'sha menman. Men aytmoqchi bo'lganim, har kunimizda uchratamiz u narsani. Har kuni kurash. Biz ko'proq kurashamiz erkak kishiga nisbatan, chunki ularda hamma narsa oson, ayol kishi uchun qiyin. Ularda hamma yoqda erkaklar uchun, yigitlar uchun ko'p joylarda yashil chiroq. Shunaqa. Qizlarda yo'q. Masalan, ishga kirmoqchi bo'lsa ham, agarda yosh qiz bo'lsa ertaga turmushga chiqib ketadi deb ish beruvchi xohlamaydi olishi. Agar yosh kelin bo'lsa ertaga dekretga chiqib ketadi, agar yosh bolasi bo'lsa ko'p больничныйga chiqadi deydi yoki ajrashgan bo'lsa podkatvat qiladi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bor shu narsa. Undan tashqari lavozimga ko'tarish masalasida ham hattoki yoki nima bo'lganda ayol kishini qo'ymaylik. U masalan chiqmaydi, kechgacha qolmaydi ishda yoki oilam deb yugurib ketadi. Ya'ni o'z-o'zidan har taraflama diskriminatsiyada kamsitish bo'ladi. Lekin aslida unaqa bo'lmay qonunda ishlamasligi kerak. Masalan, oila qurish bu haq, huquq, erkinlik, farzandli bo'lish bu bo'lajak soliq to'lovchini tug'ib berish bu davlat uchun va inson kapitali masalanda bu tushunish kerak bu narsani. Va davlat, hukumat bu nima deydi, masalalar bilan kurashish kerak qonun nuqtai nazaridan va amaliyotda ham ijrosini ta'minlash nuqtai nazaridan. Bizda hozircha bu muammo baribir bor. Oxirgi ko'rgan videoyim meni juda ham qiziq bo'ldi. Menga bu narsa qaysi stransiyaligi esimda yo'q, topsam ekranga chiqartirib qo'yamiz. Odamlarga o'zimizni Toshkentda yurishibdi, adashmasam, Toshkentda yurishibdi, so'rovnoma o'tkazishyapti. O'zbekistonda ayol kishi prezident bo'lishi mumkinmi? Menga odamlarning reaksiyasi juda ham qiziq bo'ldi. Uni ko'rish kerak deb, mana bunaqa bo'ldi. Yo'q, albatta.
sezyapsam, ayol kishi prezident bo'lishi mumkinmi degan savolni xayolidan o'tkazmagan u odamlar. Shu darajadaki ayol kishini shu qanaqadir должностda ishlashi yoki ko'tarilishi degan mavzularni hattoki shu ko'chada yurgan odamlarimiz afsuski xayolidan ham o'tkazishmagan. Yana bitta menga ta'sir qilgan video, bir aktivist opa bor ekanlar, adashmasam deputatlar ular. Facebookda ko'rib qoldim, intervyu berganlar. Juda ham jiddiy mavzu. Kommentariyaga kirsangiz, u ayolni kiyingani haqida anaqa ketyapti. Fikr almashishlar ketyapti erkak kishilar tomonidan. Shunaqa. Hozir Judayam nimagadir achinarli holat. divanniy kritiklar oldin Shunaqa. ayollar bo'lardi, anaqa nima deydi, uy bekalari bo'lishardi. Hozir nimagadir Qiziqib, yosh odammikin balki deb stranitsalarga ham kirib ko'rdim shu kommentatorlarni. Yoshlari katta. Men o'sha kuni xayolimga kelgan narsa chimadan yig'ish bo'ldi-da, to'g'risi. Tushunaman sizni hissiyotlaringiz menda ham bo'lib turadi bir. Yo, siz shuni ichidasiz-da. Men Mana shuni hozir ichidaman. Men aytganimdek, men ham birinchi eng katta olgan heytim bu o'sha 2021-yil Konuzga bergan intervyuimdan keyin meni ham o'tirishimdan tortib, ya'ni oyog'imda chalishtirib o'tirgan edim, shimda edim. O'tirishim, yuz tuzilishim, oyog'im chalishtirib o'tiribdi. Hamma yog'im yopiq edi, lekin hech qatim ochiq emas edi. ikir-chikirlar. Yo'q, ya'ni nimalar ham deyishmaganda, ya'ni bu o'zi erga tegganmi bu qiz, deb eshitgan, endi bu kompliment, конечно, но baribirga ham erga tegganmi o'zi, oldin turmushi mushtlarni yeb ko'rsin, keyin gapirsin, mana shunaqa mazmunda. Keyin boshida ro'moli qani. Xullas har narsada, ya'ni siz gapingiz muhim emas, u yerda gapirayotgan gapingiz emas, uni shaklingiz muhim. Bu kommentlar. Ikkinchi masala, shaxsiyatga endi o'tish har doim bo'lardi. Keyin sekin-sekin odamlar menimcha, endi meni ko'rayotgan auditoriya menimcha o'rgandi, bildi va adashmasam o'tgan yili ular degan loyiha bor, kim bilsa YouTube'da. Ularga Laziz chaqirgandilar intervyu olish uchun mendan. Va o'shanda endi har xil mavzularda gaplashdik. Men Twitterda, hozirgi X'da faolman. U yerda biz ko'p har xil mavzularda bahslashamiz, gaplashamiz. Meni juda yaxshi bilishadi u yerda. Va ularga chaqirdim deb Laziz qo'ysa, odamlar bo'ldi, ko'rmayman. Bu sonini ko'rmayman Laziz aka deb, voy, faqat erkaklar yozdi. Faqat yigitlar yozdi. Men hurmatim sizga tushdi. Nimaga siz bu xotinni chaqirdingiz? Kommentlar ham shunaqa. Ya'ni keyin menga aytishdi, qolgan faollar aytishdi, bunchalik odamlarni qo'rqitib qo'ydingiz, Kamola. Ko'rishga ham qo'rqishyapti intervyuingizni deb aytishdi-da. Rostdan ham shunaqa. Ya'ni siz gapirgan gapingiz muhim emas, sizga yopishtirilgan o'sha klimo, tamg'a muhim. Mayli, kimga qiziq bo'lsa ko'radi, ko'rmaydigani ko'rmaydi, hech qanaqa nima emas. Yoki yana keyin aytishadiki, bu feministlar juda ham usta, fikringizni o'zgartirib qo'yadi deydi. Qiziqda. Bu feministlar, ha, shunaqa gaplar ham men o'qiganman, qiziq juda ham. Sizni stranitsangizda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Televideniyaga chaqirishgan ekan. Reaksiyangizga juda ham maza qildim. Memlar bo'ldi bu, mem. Chunki men o'zim emotsiyalarimni ko'pchilik kuzatib Gapiradi. yaxshi ko'rishadi, kuzatishadi. Ishxonada ham nimadir situatsiya bo'lsa, hamma kalla menga qarab turgan bo'ladi. Men basharadagi memni ko'rish uchun. Shu situatsiyada ham televideniyaga chiqdingiz, oldingizdagi yoshi katta erkak ekanlar, endi akamiz. Shuni qo'ying shotga iltimos. Shuni videosini qo'yib ketamiz. Gapirishga gapirib oldilar-da, keyin kulib ichlarida yig'lab o'tirdilarmi, xullas qanaqadir o'zgarish bo'ldi. Odam o'zgarishi juda ham ichida katta o'zgarish bo'ldi. Nima mavzuda edi, men juda Shu gender tenglik bo'yicha anaqa gap bo'ldi. Bularga должность bo'yicha gapiryaptilar-da. Ayol kishi должен katta ishxonada ishlab, rahbar darajasida o'tirsa, to'yga kim boradi degan ma'noda gapirdi-da. Bularning o'sha reaksiyalarini ko'rish kerak. Rostdan. U odam eng qizig'i, u odam Adolat partiyasi raisi bo'lganda bir paytlar. Ya'ni adolat degani bu bilishinglar uchun bu inson huquqlari, teng huquqlilik, teng imkoniyatlar haqida aslida. Lekin ular shunaqa gap aytayotdilarki, ayol kishi rahbar bo'lsa, ertaga to'yga borishi bor, har xil ma'rakalarga borishi bor. Qanaqa boradi? Borolmaydi. Borolmasa keyin qaynonasi chaqiradi bir narsa. Endi men yuzlarim o'sha yerda o'zgarib bir narsalar bo'lib ketdi. U operatorlar keyin boshlovchilar meni bilishadi. O'sha imенно o'sha joyini shuna qo'yib qo'yishdi. Ular gapiryaptilar, meni yuzimni mimikasi turibdi-da, televideniya. Zo'r video bo'libdi lekin. Keyin uni olib, keyin men savol berdim. Xo'p, siz rahbar bo'lmoqchisiz. Tasavvur qiling, siz rahbarsiz. To'y hashamga borasizmi dedim. To'y hashamga borasizmi, yo'qmi dedim. Yo, bormaysizmi desam,
boraman, qanaqa qilib borasiz, qanaqa qilib rahbar bo'lib turib buni bir o'zaro совмещать qilasiz ham. Endi bu hayotda hamma narsa rejali. Reja bilan qilsa demay, ayol kishi ham farqi yo'q, u jinsiga qarab emas, rejali bo'lishiga qarab to'y hashamni hal qilarkan. qo'yish mumkin. Aka sindilar lekin. Lekin o'sha nimani men Twitterga qo'ydim, o'shanda shu imенно joyini. Men chunki ko'pincha o'zim chiqqan podkastlarni ko'rmayman-da, endi ko'rim kelmaydi. Lekin mana shu joyini ko'rib qoldim. Shu joy borida kesib tashlashgan deb o'yladim. Televideniye ko'p kesadi. Qo'yishgan ekan. Uni mundoq olib qo'yuvdim, ketdi. Alimov bloger Nurbek, Asanov Eldar, Zafarella yana bloger. Ishqi bor-yo'q bloger Telegram kanalida aylantirdi shu videoni. Ishqi juda nima bo'lgan. Voy, mayli, mavzu juda ham chuqur. Bu mavzuni bemalol anaqa nima deydi, bir piyola choy ustida gaplashib, yotib olib gaplashsak ham tugamaydi. Kamol opa, bizani anaqa podkastimiz bir an'anasi bor. Sizga aytdim gaplashganimizda har bitta kelgan mehmon mana bunaqa sovg'alarni bizga tashab ketadi. Lekin u sovg'a o'sha kelgan mehmonga qachonlardir qadrli bo'lgan va hozirgi paytda endi qadrini yo'qotmagan, lekin nima desam bo'ladi, endi yurakdan chiqarib berishga arziydigan bir sovg'a. Hoş keldim. Ha, sovg'angizni bersangiz bizga. Biz shunaqa so'rab olamiz. Hop. Voy. Bu mani Подпольные девочки Кабула degan kitob. Qobulning yashirin qizlari deb tarjima qildik biz o'zimiz. Bu kitobni Jenny Nordberg tomonidan yozilgan, Pulitzer mukofotiga ega bo'lgan bu asar. Bu kitobni nimaga olib keldim? Men bu kitobni yig'lab o'qiganman, to'g'risi. Men uchun juda ham qadrli. Bu bir 2-3 yil oldin o'qigan kitobim bo'ladi. O'sha Twitterda yana aytaman, bizning o'zimizni jamiyatimiz bor, kichkinagina. U yerda Book Club Uz degan bitta platforma ochilgan edi o'sha paytda va biz eng birinchi shu kitobni o'qiganmiz. Ya'ni bir e'lon bo'ladi, oy kitobi va buni o'qiymiz bir oy va keyin yig'ilib, podkast ko'rinishida onlayn muhokama qilamiz. Bu kitobni o'shanda o'qiganman. Yig'lab o'qiganman, ko'z yoshlarim ham bor o'tda. Va o'qiganimda nimaga men yuragim juda ham bir qiynalib o'qiganim sababi O'zbekiston bilan juda ko'p parallel ko'rganman-da. Ya'ni o'tdagi qizlarni roli, jamiyatdagi o'rni haqida, kurashi haqida. Biz bugun juda ham ko'p kurash haqida gapirdik. Hammani o'zini kurashi bor hayotida. Hammani o'ziga yarasha kurashi bor va qizlarni, ayollarni birlashtiradigan narsa bu kurash, tanish bir-birimizga-da. Biz uchun bu bir nima deydi? Napominание deydi-ku. Ya'ni esdan chiqarmaslik, kurashni to'xtatmaslik. Va men bilaman, shu kitob o'qib bo'lgandan keyin 1-2 oydan keyin Ilhom teatrida Подпольные девочки Кабула qo'yildi. Men unga tusha olmadim. Lekin men bilaman haligacha bor, qo'yiladi. Niginaxon o'ynaganlar o'tda. O'zim bora olmaganman, lekin juda borishni xohlaganman, borib tushaman. Bu kitob men shu yerda qoldirmoqchiman sizlarga sovg'a sifatida, qizlar. Rahmat. Siz qo'lingizga berib qoling. Va unaqa yangi emas, lekin men uchun juda qadrli va chuqur ma'noga ega. Va o'sha aytganimdek, qizlarga, ayollarga bir eslatma. Kurash har doim bo'ladi. Kurash har doim kuch bo'lmaydi, lekin harakat qilishimiz kerak va birlashishimiz kerak. Qo'shni davlatdagi holatga tushib qolmaslik uchun ham. Albatta. Shuning uchun bu kitobni sizlarga sovg'a qildim. Avtograf qo'yib berish mumkin xohlasangiz. Albatta, yozib, anaqa nima deydi, qaysi payt olgansiz, qaysi payt yig'lagansiz, qaysi anaqalarida, nima betlarida yig'i izlari qolgan o'shalarigacha yozib bering. Chunki bu kitobni o'ziga yarasha o'rni bor va bu kitob asosida bizning teatrda spektakl qo'yilgan, ya'ni chet eldan kelgan rejissyor aynan mana shu kitob asosida shu nima deydi, asarni yaratib, spektakl qilib, haligacha nima desam bo'ladi, sold out, anshлагga ega bo'lgan va aktual mavzudan tushmaydigan bir asarlardan biri bo'lgan. Bu kitobdagi har bitta yozilgan hikoyalar. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman va rahmat sizga kattakon yana bir marta. O'sha endi repetitsiyalar boshlangan paytlari, endi shu kitobni o'sha 2ta kitobim bo'ldi. Uyda ham bor bu kitob. Demak, bu menga. Bu senga, albatta. O'qi. Bu yerdagi mavzular siz aytgandek parallel juda ham bizga yaqin.
va bizada shu kichkina bir sahna bor. Spektaklni ko'rganlar bilishadi. Titanikka sahnasini qo'yishgan va o'sha yerda qizlar umuman ko'chaga chiqish, kasb tanlash, birinchi muhabbat nima ekanligini aynan mana shu kino orqali bilishgan. Tasavvur Va qilib ko'rish. tasavvur ham qilishgan. Hattoki u yerda shunaqa savol borki, birinchi muhabbat nima? Umuman muhabbat so'zi nima? Turmushga chiqish nima u? Chunki qiz bolalar tug'ilgani bilan ularni o'g'il bolacha kiyintirib, o'g'il bola sifatida tarbiya qilishgan. Chunki qiz bola bo'lish bu juda ham xavfli va nima desam, qadrsiz, ha. Va qiz bola bu qanaqadir bir tamg'adek. Xuddi kim u odam emas, u qiz bola. Bo'ldi. Shu. Spektaklga albatta keling, men sizni taklif qilaman. Biz sizni kutamiz. Minimalchiga kelibsiz, podpolniga ham kelaman. Sizga kattakon rahmat bugungi qiziqarli suhbat uchun. Fikr almashganlarimiz o'zimizga ham birinchi o'rinda va kuzatuvchilarga foydali bo'ladi deb umid qilaman. Kattakon rahmat kelganingizga. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Charchamang, eng muhimi, chunki sizda kurash albatta davom etadi deb umid qilaman. Nafaqat kurash, bularning o'zlarini Telegram botlari bor hattoki. Ha, men shuni aytib ketsam maylimi? Albatta. Bir oy oldin menga o'zi juda ham ko'p ayollardan murojaatlar kelardi. Doim huquqiy maslahat so'rab, zo'ravonlik holatlar bo'yicha tizimlashtirishga vaqtim yo'q edi. Bir oy oldin o'zimda kuch to'plab volontyorlarni yig'dim, talabalarim ichida, yuristlar ham bor, amaliyotchi. Va biz ayol huquqi degan Telegram botni ishga tushirdik. Bu Telegram botga ayollar o'zi shu huquqiy yuridik maslahat, bepul huquqiy yuridik maslahat olishi mumkin. U yerda bizani talabalar o'tiradi. Men ularni hammasini tekshirib nima qilaman. Biz o'sha moliyaviy imkoniyati bo'lmagan, huquqiy maslahatga muhtoj bo'lgan, zo'ravonlikka uchragan ayollarga bepul huquqiy maslahat beramiz. Va o'sha botni buni bir oy bo'ldi ishga tushirganimizga. Hozirgi kunga qadar bir 300 ga yaqin murojaat keldi. 300 ga yaqin murojaatni 24 ga 7 o'sha meni yulduzlarim, meni talabalarim o'qib, o'rganib, maksimal darajada yordam berishga harakat qilishadi. Shuning uchun agar kimga huquqiy maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, bepul biz bu xizmatni qilamiz. Hech qanaqa moliyaviy nima yo'q. Faqatgina shu bu dunyoni, bu jamiyatni adolatliroq, yaxshiroq qilish uchun qanaqadir mayda kichkina qadam. Sizdek odamlar ko'paysin. Yozib qo'yamiz agar Albatta, men manzilani jo'natib qo'yaman. Albatta. Bo'ldi. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Rahmat. Ko'rishguncha. Rahmat.